Bundan 1 yil oldin men hech qanaqa ruhlarga, insonlarga ishonmasdim. Faqatgina shayton, farishta, Alloh borligiga ishonardim xolos. Atrofimdagi odamlarning hayotida qo'rqinchli narsalar ro'y bersa, qo'y senchi bo'lmagan narsa, sen o'zingni shunga ishontiryapsan deb yashardim. Qachonki o'zim hayotimda shunaqa narsalar sodir bo'lmaguncha. Bir kuni shom paytiga yaqinlashib qolgan edi. Buvim bo'lsa ovqat solayotganini, ovqat solib bo'lguncha bog'ga kirib gilos yeb chiqishimni aytdi. Men bo'lsa xo'p dedim, bog'imiz ancha katta edi. Bog'ga tushdim. Bog'imizning old tarafida olma, o'rtalarida nok, eng oxirida gilos daraxti bor edi. Gilos daraxtiga bordim. Eng o'rtadagisi eng shirinligi uchun shu daraxtga chiqdim. Men daraxtda o'tirdim, gilos terdim, o'zim ham ancha yedim. Shomga azon aytishni boshladi. Shu payt daraxtning pastida nimadir shiqirlashni boshladi. Men bo'lsa ukam deb o'yladim va yaxshi kelib qolding, shu savatni olib qo'ysang men o'zim tushib olaman dedim. U indamadi. Keyin pastga engashib qarashimni bilaman. Kichkina oppoq kiyimli bolachalar daraxt atrofida yugurishardi. Men o'sha payt qo'rqib baqirib yubordim. Bir tarafda azonda ovozi ham menga qo'rqinchli tuyular edi. Gilozlarim bo'lsa yerga sochilib ketgan edi. Shu payt bo'lsa buvim yugurib keldi. "Voy, nima bo'ldi?" dedi. Men bo'lsa nimalarni ko'rganimni barchasini aytib berdim. Buvim bo'lsa yuzimga suv sepib menga bir gap aytishni aytdi. Buvimni aytishicha, buvimni onasi ham, buvimni o'zi ham, meni onam ham hattoki orqali bo'lishgan ekan va bu narsalarni bo'yniga olishmagan ekan. Menga ham aytdi, bu narsa avloddan avlodga o'tyapti. Senga ham o'tgan shekilli, tan olasanmi, bo'yningga olasanmi dedi. Men bo'lsa yo'q, gunoh bo'ladi deb unamadim. Buvim xo'p dedi, lekin shundan keyin hayotimda har xil qo'rqinchli narsalar sodir bo'lishni boshladi. Bu hikoya to'g'risida eshitgan hikoyalarimizda eng qo'rqinchlisi bo'ldi. Bu narsalarning hammasi meni tanishimning hayotida sodir bo'lgan ekan. Bitta videoga sig'dira olmadim, keyingi videoni bemalol profilimga o'tib ko'rishingiz mumkin.